Посадка. Soat 1'dan 42'te o'tdi. 11:05 ga uchishimiz kerak edi. Shuncha kechikdik. Mana samolyotga minyapmiz. Samolyotda aerobus. Emirates samolyoti. Mana naushniklar, одеяло, zaryadka joylar, hamma narsalar bor. Naushnik tutishga. Mana bu kerak. Arkada bunu yazacağım bu. Maşallah. Mana shtamı nechta o'tganga. Endi vроде бы qimlab boshladi. Samolyotni to'g'irlab olyapti hozir. Endi nasib bo'lsa inshaalloh uchsak kerak. To'g'ri bilamizki, urib beryapti. Alhamdulillah, mana yetib keldik. Aeroport Dubai. Aeroport Dubai. Dubai aeroport. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Нажимайте вниз на первый этаж. Samolyotda ko'p ketdik deb kutib. Alhamdulillah, mana yetib keldik. Dubai aeroportiga. Aeroport ichi liftdan o'tib pastga tushdik, birinchi etajgami. Ketamiz. Havlu bilan. Mana Dubai tamoznalari. Oldida qanaqadir sensorchalar bormi? Tamojni kontrolni o'tdik. Mana alhamdulillah. Endi bagaj kutamiz. Bagaj. Biz o'qimiz qayerdan kelishini o'qib olish kerak. Arabchalab, har xil tilda yozilgan beri ko'ramiz hozir inshaalloh. Ana bu yerda rossiyskiy hajchilar Moskvadan o'tganlari bilan yana o'tyapti hozirroq. Hozir tamojnidan o'tganda pogranichnik mana sim karta berdi. На память все равно. Maşallah. Главное. Просто pogranichnik pechatır berar ekan. Ichida 10 gigabayt internet bor ekan hozir. Nasib bo'lsa inshaalloh qo'ya olamiz. Avtobuslarga o'tiryapmiz mana. Dubaydan inshaalloh Madinaga ketish uchun. Mana bu yerda palomniklar. Hajchilar. Avtobusda konditsionerlar ishlab turibdi. Mana joyga kimdir ugastit qilib payok qo'yib qo'yibdi. Bismillah.